Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur TV ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy hukumatı Yakandagi Do'xan Pasha qadimiy mozorligini jiddiy yutkimoqda. Çavuşoğlu Uyg'urlar ahvoli Xitoylar bilan bo'lgan har darajalik uchrashuvlarda o'ttirg'a qo'yilmoqda dedi. Hong Kong soqchilari namoyishchilarga tahdid solmoqda. O'zbekiston erkin iqtisodiy rayonni qurmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Xitoy hukumatı yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda Uyg'ur mozor maqbaralarining Uyg'urlarga qarata elib berayotgan madaniyat qirg'inchiligining obyektiga aylanayotganligi ma'lum. Ishonchlik isbotliq ma'lumotlarga asoslanganda, doiralar Yakan nahiya bozori Bog' mahalla ijtimoiy rayonining qarshi tarafidagi Do'xan Pasha mozorligini jiddiy yutkashga boshlagan. Mazkur qadimiy mozorlikni o'z ichiga olgan, uning atrofidagi Yarkanning qadimiy shahar sepili, ya'ni Xoniqa darvozasi va uning atrofidagi 1000 yillik tarixga ega qadimiy mahallalarning chiqib tuzlanayotganligi oshkorlangan. Atalmış Şinjan yerlik hükümetleri bu yıl 7 iyul iyida Yakan nahiya bozorlik hukumatga qarashliq Bog' mahalla komiteti, Bog' mahallasi aholi komitet uduldagi Do'xan Pasha qabristonligini yutkash haqida jiddiy uqtirish chiqarib, aholi komitet qo'rusi va mahalla ichidagi ommaviy so'rovlarga choplab qo'ygan. Uqtirishda Do'xan Pasha qabristonligining odonliq hissi 12-kanat 4-qabristonlikka yutkiladiganligi, qabri egalarining 2019-yili 7-iyun kunidan 19-iyun kunigacha, ya'ni 2 haftaga yetmagan vaqt ichida jasad so'ngaklarini yutkab ketishi, vaqtida yutkamaganlarning oqibatiga o'zi ega bo'ladiganligi ogohlantirilgan. Google, Baidu qatorliq to'r xarita sahifalaridan o'rin belgilashi natijasida topgan suratlardan Do'xan Pasha mozorligi va uning atrofidagi turalg'u uylar chiqib etilganligi ma'lum bo'lgan. Chiqib tuzlangan bu tavallikda jam'i 4 masjid, 2 mozorlik bor bo'lib, biridal Do'xan Pasha mozorligi ekan. Xabardor kishilarning bildirishicha, chiqilgan bu rayonda taxminan 1000 dan ortiq shaxsiy turalg'u borligi. Shundaqla Yakan nahiya bozorining Koni shahar rayoni tavallikida bo'lib, shimol tarafi 1000 yillik tarixga ega Yakan jami masjidiga 500 metrlik keladiganligi. Mazkur mahallada Saidiya davrlarida barpo qilingan bir gul bog'chisi bo'lganligi. Atrofida nurg'un omutliq, anorliq bog'lar bo'lganligi. Mahalladagi kishilarning ota miros qo'rolari asosan bog'vorallik va go'zal bo'lganligi uchun Bog' mahalla deb atilib kelganligini bildirgan. Yakanning Saidiya xonliqidagi buyuk xonadonliklarning poytaxti bo'lgan tarixiy va madaniy makon ekanligi hammaga ma'lum. Hatto Yakan tarixi haqida Xitoylar o'zi tarqatgan hukumat to'g'ridimi tarixiy materiallarda xotirlanishicha, Yakanning tarixi 3000 yildan ortiq deb yozilgan. Mozor tavobchiligi Uyg'ur xalqining ma'lum ma'naviy ehtiyoji, orzusi bilan munosabatlik bo'lg'ashqa bir xil madaniyat sifatida to hozirgacha mavjud bo'lib kelgan. Xitoy hukumatı Sharq Turkistondagi musulmon Turkiya xalqlarini keng ko'lamli tutqun qilib, lagerga qamash bilan birga ularga tava moddiy va ma'naviy madaniyat sohasida umumyuzli xitoylashtirish harakati qo'zg'agan bu mezgillarda musulmon qabristonliklarini yutkash, qabrlardagi gumbaz, oy yulduzlarni chiqib tashlash, qabrlarning islomiy xosligini butunlay yo'qotib kelmoqda. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi mundaq dedi. Sharq Turkistonda 3 milliondan ortiq Uyg'urlarni lagerlarga solab irqiy qirg'inchilik elib berayotgan bir mezgilda Uyg'urlarning tiriklarini emas, o'liklarini oromida qo'ymadi. U eng qadimiy bo'lgan Yakandagi Do'xan Pasha mozorligini xonavayron qilib, Uyg'urlarning asar atiqalarini yo'q qilish bilan birlikda milliy kimligini tubdan yo'q qilish uchun nihoyat jiddiy harakat qilmoqda. Shunlashqa butun dunyo va insoniy haq-huquqlarini Xitoylarning bu qilmishlarini to'sish uchun tezdan bir amal chora tepishiga chaqiraman. Erkin Asiya radiosi xabarida Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Uyg'ur masalasining Xitoy bilan bo'lgan har darajalik uchrashuvlarda o'ttirg'a qo'yilayotganligi, bu masalaga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va rayon xarakterlik sahnalarda yaqindan diqqat qilayotganligini, Uyg'urlarning o'zi turishliq davlatlarda tinch va xotirjam yashashiga kafolat qilinishi Turkiyaning davlat siyosati ekanligini bildirgan. Çavuşoğlu bu so'zlarni Turkiyadagi İYİ Partiya parlament a'zosi İsmail O'xning uningga sungan tilak xatiga bergan javobida ta'kidlagan.
Turkiyadagi Gazete Kerek nomli tor gazetining 17-sentabr xabar qilishicha, Ismoil O'q buningdan 2 oy avval Chavush o'g'liga savol tilakchisi sunib, yig'ilish lageridagi Uyg'urlarning ahvoli va hukumatning bu masaladagi maydonini so'rgan. Chavush o'g'li Ismoil O'q bergan javobida, chet davlatlardagi irqdosh va tuqqanlarimizning aloqador davlatlar bilan hamkorlik asosida til, din va madaniyatini qo'g'dab, tinchlik va xotirjamlik ichida yashashiga kapolatlik qilinishi hukumatimiz yo'lga qo'yib kelayotgan davlat siyosatidir. Şinjan Uyghur Avtonom rayonidagi Uyg'ur türklariga munosabatlik siyosatimiz bu doirada yurgizilmoqda. Uyg'ur türklarining ahvoli muhim masalalar bo'yicha hamkorlik ichidagi Xitoy organlari bilan har xil saviyada kun tartibga kelmoqda. Bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti boshchiligidagi xalqaro va rayon xarakterli sahnalarda yaqindan diqqat qilinmoqda deyilgan. Lekin xabarda Chavush o'g'li Uyg'urlarning tinch va xotirjam yashashi davlat siyosatimiz degan bo'lsa-mu, biroq Xitoy hukumati tarbiyalash lagerlari deb kelayotgan yig'ilish lagerlarida ziyolilar, ilmiy tadqiqotchilar, san'atchilar va yozuvchilarni o'z ichiga olgan necha millionlagan Uyg'urning tutib turilayotganligi va qo'rlashga uchrayotganligi ta'kidlanib, Chavush o'g'lining bergan javobi tanqidlangan. 17-sentabrdagi Hong Kong xabariga asoslanganda, hukumatga qarshi namoyishning 15-haftasi Hong Kongdagi yosh birlashmasining boshlig'i Lam Chivi bayonotida soqchilarga qo'lda yasalgan benzin bomba atgan namoyishchilarga rost o'q qo'llanadiganligi bilan ogohlantirish bergan. Namoyishchilarni isyonchilar deb tilga olgan Lam, soqchi birligining to'plam shaklda isyonchilar tarafidan qo'lda yasalgan benzin bomba bilan tahdid qilinganligini, Şoň soqchilarning bu harakatni to'xtatish uchun rost o'q va shuningga o'xshagan qurollarni qo'llanadiganligi bilan ogohlantirgan. Hong Kong bexatarlik markazining bergan ma'lumotida bu namoyish boshlanib, hozirgacha qo'lga ilinganlarning soni 1453 kishiga yetgan ekan. O'zbekiston har turli boj va tamojna beji ilinmaydigan erkin iqtisodiy rayonni qurmoqchi ekan. O'zbekiston Adliya Ministrligi axborot vositalari ishxonasi tarafidan e'lon qilgan bayonotda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo shahrida erkin iqtisodiy rayonining qurilishiga aloqador qarornoma imzolab, erkin iqtisodiy rayonida qo'shilma qimmat yanada yuksak saviyaga yetkaziladi ekan. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, eksportni nishon qilgan holda yerlik va chet el sarmoyasiga asoslangan shirkatlarning qurilishini, erkin iqtisodiy rayonida quriladigan shirkatlardan 10 yilgacha har turli boj va tamojna beji ilinmaydiganligi, erkin iqtisodiy rayonining faoliyatining muddati dastlabki qadamda 30 yil bo'lib, keyinchi bu muddat paydin-pay uzartidiganligi bildirilgan. Erkin iqtisodiy rayonida quriladigan shirkatlar import qiladigan xom ashyo, material va zapas zapchas qatorliqlardan tamojna beji ilinmaydi ekan. Xabarlarimizni ko'rguninglarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.